Hammaga assalomu alaykum. Janubiy Koreyadan turib gapiramiz. O'zim haqimda qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaman. Ismim Xudoyberdiyev Muqobil Ali. Men Janubiy Koreyada 3 yil mobaynida o'qib, ta'lim olib kelmoqdaman va o'qib, ta'lim olibgina cheklanib qolmasdan o'z ustimda ishlab va o'z kelajagimni qurish uchun har xil joylarda ishlab ko'rdim va hozirgi ishlayotgan joyim Koreyadagi mashina bozorlaridan bittasida ishlayapman. Men mana shu YouTube blogimda, ya'ni YouTube'ga chiqaradigan videolarimda sizlarga Koreyadagi mashina bozorlari sistemasi qanaqa bo'ladi, qanaqa faoliyat olib boradi va mashina narxlari qanaqa, sostenasi qanaqa, o'shanga qarab narxlari qanaqa, hammasini video davomida aytib o'taman. Qo'ldan kelgancha qiziqarli video va foydali ma'lumotlarni berib o'tib ketaman. Videomiz boshidan bitta like bosib obuna bo'lib qo'ying, bundan keyingi videolarda o'tkazib yubormaslik uchun. Hozirgi kunda men o'z ish faoliyatimda olib borayotgan bino, mancha bino bo'ladi. Devay Karinda. Buni Koreyadagilar yoki Puchon shahrida yashab yurganlar yaxshigina bilsa kerak. Xullas kelam akalar, bizning binomiz 7 etaj bo'ladi. Bu tomonisiga ham uzun ketgan, u tomonisiga ham uzun ketgan va orqa tomonida ham 4 etajli parkovkamiz bor. Bu 7 etaj. Bizning mana shu Devay Karinda mashina bozorimizda 50 ming mashina bor. Past 50 ming yaqin mashina bor. Mana bu kirish joyi bo'ladi. Mana bu yerda information. Bizlarda Koreyada bugun qizil kun. Misol o'shaning uchun bu joyda hozir hech kim yo'q. Bizlarda kelib turganimizdan boshidan o'zi inomarkada kutib oldi. BMW 640i. Bu yog'i Kia. Xullas kelam mana shu kirib borganimizda ham BMW X7 turibdi. Bu tomonga qarasangiz BMW X3, mana bu yerda BMW mashinalar juda ham ko'p, 7 etajli mashina ketgan. Orqa tomonida ham 4 etajli yana parkovka bor. Bu yerda ham 4 etajli parkovka ketgan. Bu joyimizda Range Rover, Avante, hamma mashina, Merc, BMW, mana ki yana Merclar, BMW, hamma mashinani topsa bo'ladi. Har xil inomarka deysizmi, Koreyaning o'zidan chiqqan mashinalar deysizmi. Voy, mana bu asalchan turishini qaranglar, mana bu Porsche. Mana ki bular haqida, narxlari haqida birma-bir YouTube'ga video qo'yib ketdi desanglar, birma-bir qo'yib boraman nasib qilsa. Bu yerda Tahoy turibdi. Bu 7 etaj tepaga chiqamiz. Mana bu Koreyaning legendarniy katta bolalarning mashinasi Avante bo'ladi. Bu Avante bo'ladi. Mana sizlarga ko'rinishi mana shunaqa osmon rangdagi mashina. Bu yerda anosi Mauralari bor. Hammasi bu tuningcha qilingan. Bu katta bolalarning mashinasi. Bizlar hozir sizlarga birma-bir har bitta etajni ko'rsatib boraman. Mana biz zdaniyamiz 2-etajiga kelib oldik. Bu zdaniyamiz 2-etaji ko'rgan bo'lsanglar, faqatgina ofislar. Hamma joyda faqatgina ofis. Endi men sizlarga Koreyaning mashina bozorida qanaqa sistemada ishlash haqida ma'lumot berib o'tib ketaman. Mana shunaqa ofislar juda ham ko'p. Koreyada misol uchun mana shunaqa bitta katta zdaniyani oladi va o'sha zdaniyaga misol uchun mana shunaqa ofislar joylashadi. Qaysidir ofisga misol uchun bu yerdagi bitta ofisga 100 ta mashina tegishli. Narigi bitta ofisga 70 ta, narigi bitta ofisga 500 ta mashina tegishli. Shunaqa qilib bo'la oladi va shunaqa sistemada ishlaydi. Bu yerda asosan dilerlar bo'ladi. Ular auksiondan mashinalar oladi va olib kelgandan keyin texnik ko'rikdan o'tkazadi, moyka qiladi. Keyin moyka qilib bo'lgandan keyin mashinani holati sotuvga chiqarish uchun Koreyada Enka degan bitta sayt bor. Butun Koreya xalqi, butun Koreyadagilar o'shandan oladi, o'sha saytdan oladi. O'sha joyga reklamaga chiqariladi. Bu podvali birinchi etajida ham o'sha Enkaga rasm tushiradigan joylari ham bor. Uni ham keyingi videolarda sizlarga alohida bitta video qilib ko'rsatib o'tib ketaman. Endi zdaniyani 3-etajiga qarab chiqamiz. Biz zdaniyamizda 3-etajiga ham chiqib qoldik. 3-etajda sizlarni nima kutib oladi desanglar, mashinaga ketgan o'ngga, chapga, orqa tomoningizga ham qaraysiz, faqat mashinalardan bular qanaqa parkovka qiladi, bir-biriga juda ham yopishtirgan holatda ketma-ket parkovka qiladi mana shunaqa. Mana BMW, yana Kia Carnival, mana bu yerda Merc bor, mana bu yerda yana BMW, faqat o'shaqa mashinalar. Mana bu Veloster Koreyaning bu ham bitta katta bolalarning mashinasi hisoblanadi. Tuning qilingani, Maura qo'yilgani. Koreyadagi yurganlar bu mashina haqida biladi. Bu mashinalar narxlari haqida keyingi videolarda sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Ko'rib turganingizdek, mana hamma mashina bor. Mana bu yerda legendarniy Captiva. Biz
Kim deysida bo'lsa, bir maktabda o'qib yurgan paytlarimiz bir 5 yil 7 yil oldinlari ham mana shu Captiva'lar O'zbekistonda ZAKSga zo'r qatnardi. Bizlar ham O'zbekistonda to'yga ZAKSga borganda Captiva'lar kelardi, minishga orzu qilardi yo chopardik. Captiva minish uchun ZAKSdan qolib ketmaydi deb Captiva minish uchun chopardik. Mana bu yerda Tesla'lar bor, misol uchun bu yerda Kavishlar bor, hamma mashina bor. Xo'p, bizlar endi sizlarni 4-etajga chiqamiz. To'rtinchi etajga ham chiqib qoldik. 4-etajda faqat mashinalar bor. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar. Bu yerda yo'q mashinani o'zi yo'q. Mana Kabish bor bu joyda. Mana Genesis, yana Range Rover. Yo'q mashinani o'zi yo'q. Bu yerdagi mashinalarni qatdan ko'rib olsanglar bo'ladi. Eng karidan kirib, misol uchun o'zingizga yoqqan narxdagi mashinani ko'rib, kelib, mana shu joyda o'zida, misol uchun mana shu cho'chajang, mana shu parkovkani o'zida test drive qilib ko'rib, bemalol mana shu hozir kelib, hozir o'zi olib chiqib ketsangiz bo'ladi mashinani. Mashinalarda bu joylardan, misol uchun Koreyada mashina oldi sotdi qilish uchun Tangin degan programma ham bor. O'sha eski narsalar sotadigan. U joyda olsangiz, misol uchun haqiqiy egasidan olasiz, dilerlardan olmaysiz. U joy bilan bu joyda farqi, bu joydan olgan mashinangiz ertaga qayerda buzuq chiqsa, nimadir bo'lsa, bemalol bularga telefon qilib, aytib, to'g'rilattirib yoki o'zi strofkasi kirib turgan bo'ladi, strofkasi bo'ladi. O'sha strofkadan bemalol foydalansangiz bo'ladi. Plus tomoni o'sha, lekin salgina qimmatroq bo'ladi. Siz Tangindan olgan mashinangizni bilmaysiz, ertaga misol uchun qayerda aybi bor, mashinaga yaxshi tushunmasangiz. Voy akalar, mana bu mashinani qarang, Audi RS7 ekan. Akalar, Koreyada mashinalar hammasi bu joyda ko'pincha ochiq turadi, hammasi. Misol uchun kaliti uzoqlashsa qulflanib, avtomatik qulflanadigan mashinadan ko'ra qolgan mashinalar hammasi ochiq turadi. Aytdi bu, qaranglar, emblemasiga olamanda mashina bemalol kelib, misol uchun salonlarni ko'rib, o'tirib, hamma testlarni ko'rib, hamma narsa qilib ko'rsanglar bo'ladi. Mana mashinani ichki salon qismi. Ichi maloshni ekan. Mana aytdi. Bu mashinalarni narxlari bilan keyingi videolarga sizlarga chiqarib boraman. Endi zanamizda 4-etajdamiz. Hozir 5-etajga yo'l olamiz. Videomiz cho'zilib ketdi. Zanamiz 5-etajdamiz. 5-etajda ham shunaqa mashinalar, mana shu 6-7-etajgacha ketgan shunaqa mashinalar. Hamma mashinani topsa bo'ladi, aytib o'tganimdek. Qanaqa mashinalar kerak bo'lsa, misol uchun eksportga olib ketadiganlar bo'lsa, eksportga mashina chiqaradiganlar O'zbekistonga, Qozog'istonga, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston aloqa chiqib ko'ramiz. Men sizlarga lubba aytgan mashinalaringni topib bera olaman yoki bu joyda yo'q bo'lsa, auksiondan topib olib bera olaman. Albatta, enkaga qaraganda arzonroq qilib bera olaman. Endi 5-etajdamiz, hozir 6-etajga go qilamiz. Mana biz 6-etajdamiz. 6-etajda ham shunaqa faqat mashina. Aytib o'tganimdek, bizlarda bu mashina bozorimizda 50 mingga yaqin mashina bor. Mana mest turishini qaranglar. Kelasizlar, misol uchun mashina bemalol bu qulflangan ekan. Ochiq turadi ko'pchilik o'zi. Mashinadan siqamanmi yo'qmi? O'tib ketar ekanman 2 marta. Mana agar bu ham o'zi mana bu kalit uzoqlashganda qulflanib qolmasa, hamma mashina ochiq turadi. Kelasizlar, voy, changini qaranglar buni. Kelasizlar, mashinani ko'rasizlar, o'tirasizlar, yoqsa olib ketasizlar. Mana Mers holati yaxshi ekan uni. Nechinchi yil ekan? Bu qancha yurgan ekan? Hozir bitta ko'ramiz. Bu qancha yurgan? Probek ko'rinmasa ekan. Xulosa akalar, mashinaning sostenasi yaxshi. Men bu joydan ko'rsa bo'ladi. Mana qog'ozi bor. Tak, bu mashinamiz 2019 99 ming yurgan ekan. 2019-yil ekan. Bu Celis Mercedes shu Celis Class W257 ekan. Celis Tourism ya'ni dizel. Bu yoqilg'isi dizel. Mana BMW bor. Hamma mashinamiz bor. Men bitta
Qarasanglar, mana istaydi. Men buni xuddi o'zida ikkalasi bir xil. Audi A8L bor meniki. Buni ham sizlarga bitta salonni ko'rsatib berib ketaman. Meniki. Salonni qaranglar akalar. Turishini qaranglar buni. Buni olish kerak, bosish kerak-da, buni nasib qilsin hammamizga. Mana orqalari kengina ekan. Mana Stinger bor bu yerda. Kariyani o'zini hamma Hyundai Avante Mercedes endi 7-etajga ketamiz. Men bitta Malibu turibdi, qaranglar, Malibu'ni mashina sizlarga ko'rsatmasam bo'lmaydi. Mana bu yerda Cruze bor. Mana ki Malibu. Malibu'ni Koreyadan narxini biladiganlar yozaringlar. Agar bilmasanglar, keyingi videoda o'zim bitta narxlari bilan chiqaraman. Mana 2017-yil 64 ming yurgan. Bu mashinani menga necha pulga olardingiz desa, mana holati zo'r. Balonlari ham holati zo'r. Bu mashinani necha pulga olardingiz desa, uzog'ida 5 million vongga bersa olaman, lekin undan pastiga olmayman. O'zi kalt uzoqlashsa quflanadigan, o'shaning uchun bu joydagi mashinalarning hammasi ochiq turadi, lekin kaliti o'zlarining ofisida. Misol uchun bu mashina qaysi ofisga tegishli bo'lsa, o'shani ofisida ilingan turadi kalitlari, ichida turmaydi. Endi 7-etaj ketdik. 7-etajga sekin-zinadan ko'tarilamiz. 7-etaj tom qismi bizlarda shunaqa bir chiroyli manzara kutib turibdi. Tam qismiga kelganimizda o yomg'ir yog'yapti. Lekin tashqari yomg'ir ekan. Koreyada shunaqa salqin bo'lib qolibdi. Mana ki akalar, bu 7-etaj bizlar izlanamizda, tepada yomg'ir yog'yapti o'zi. Mana ki bu yerda ham mashinalar hammasi ko'p. Mana bu joyda Jaguar bor. Mana bu Iltonchalar bor, hamma narsa. Starix deysizmi? Hamma mashinadan topsa bo'ladi. Genesis deysizmi? Farqi yo'q. Hatta mana kimga Koreyani ichidami yoki Koreya, men bu yerda Tracker ham bor ekan. Koreyani ichidami yoki suchulga olib chiqib ketadiganlar bor, eksportga olib chiqib ketadiganlar bo'lsa ham beraman, aloqaga chiqsa, любой mashinani topib beraveramiz. Sparklar bor, men bitta Arlandan turishini qaranglar. Mana sizlarga bitta manzarani ham ko'rsatib berib o'tib ketaman. Mana Koreya. Mana ki yuk mashinalar bor, Porter. Mana ki Starix'lar bor. Bu mashina nima uchun sariqqa bo'yalgan desanglar, Koreyada Starix mashinasini yuk tashuvchi taksilar emas, ya'ni bog'chaga, maktabga olib borib qo'yadiganlar bor yoki bog'chani o'zi, misol uchun uydan olib ketadigan shunaqa sistemalari ham bor. O'shalargina mana shu mashinani sariqqa bo'yab haydashadi. Mana sizlarga bitta manzara. Koreyada. Hozir bizlarda yomg'ir yog'yapti. Koreyada hozir shunaqa bir yomg'ir ham yog'adi, bir quyosh chiqadi, yana yomg'ir yog'adi. Shunaqa holat. Sel Storage 50 da qaranglar. Sel Storage 50 O'zbekistonda, ya'ni 4 ta balon tortadigan. O'zbekistonda necha pul? Yozinglar qani kommentariyaga. O'zbekiston bilan Koreya narxini solishtirib bo'lmaydi. O'shaning uchun keyingi videolarda pastda geliklar ham turibdi. Mana shu geliklarni sizlarga obzor qilamiz narxlari bilan. Keyin arzon BMWlar ham bor, misol uchun BMW yoki Mercedes ham arzon Koreyada narxlari. Mana bu Arlandalarda Koreyada narxi 3 million, 3,5 million won, ya'ni $2000 oshiq. Mana ki yuk mashina, yuk tashiydigan hammasi bor. Xullas akalar, xullas do'stlar, bugungi videomiz shu joygacha bo'ldi. Narigi tomonda yana 4 etajli parkovkamiz ham bor. Keyingi videolarda sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Keyingi videolarda qanaqa mashinalarni narxlari bilan olib chiqsam sizlarga yaxshi bo'ladi. Qanaqa mashinalarga qiziqasizlar, narxlarini qiziqasizlar, kommentariya yozinglar. Keyin like bosib, videomiz yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarda sizlar aytgan mashinani narxi bilan chiroyli bitta obzorchasini video qilib olib chiqaveramiz. Kommentariyaga sizlar qaysi mashinaligini yozaveringlar. Men keyingi videolarda
o'sha mashinalarni narxlari bilan, obzori bilan yoki O'zbekistonga jo'natsa, necha pulga yetib borishi bilan hisob-kitob bilan sizlarga video qilib chiqarib